Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ismim Rustanbek, 26 yoshdaman. Основной o'zimning soham IT sohasida. Shu sohada ishlab, shu sohada daromad ko'raman. Bu sohaga qiziqishim qachondan oshdi? Shu основной passiv daromadga chiqish maqsadida. Yaxshi, zo'r. IT-ni qaysi yo'nalishda ishlaysiz? Sistemniy administrator. Zo'r. Ajoyib. Mana shu IT-dan daromad ko'raman deyapsiz-ku. Albatta. Qo'shimcha daromadga xohish paydo bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. Davlat ishida ishlaysizmi yoki Davlat xususiy korxonada? Davlat ish. Davlat ishida. Ya'ni davlat ishida ishlayotganingiz uchun siz xohlaysiz yangi eshiklarni o'zingiz uchun ochish. Albatta. Zo'r. Endi bitarasiz. Rustanbek aka, Toshkentda akademiya ko'p, O'zbekistonda akademiya ko'p. Tradingni o'rgataman, trader qilaman deganlar ham ko'p. Aynan nimaga Triple R akademiyasini tanladingiz? Birinchidan, Triple R akademiyasi reklama bilan shug'ullanmaydi. Hech bir broker bilan ishlamaydi birga. Abdurahmon akani ko'p kuzataman. Asosiy maqsad o'zimizda O'zbekistonda, masalan, 90% chet davlatlari O'zbekistonda imенно shu savdo sohasida, trading sohasida, aksiya, mana shu sohalarda qoloq davlat deb biladi-da. Abdurahmon aka shu sohaga o'zimizda mana milliy bo'lgan jargon tilida aytsa Wall Street deydi. Shu sohani olib kirish. O'zlarini katta birjasi, katta bozor yaratish. Shu sabab, asosiy sabablar. Ya'ni sizni bu dargohga olib kelgan narsa maqsadi mushtarakligi. Ya'ni o'sha maqsad yoqqan, o'sha maqsadni o'zingiz ham o'sha maqsadni bir bo'lagiga aylanish xohlaysiz. Albatta. Xo'p bo'ladi. Juda yaxshi. Mana o'sha hafta o'qidingiz. O'qish jarayonlari qanaqa bo'lyapti? Ya'ni Abdurahmon aka aytdi, ta'lim beraman, ilm beraman, haqiqiy ilm beraman dedi. Nima deb o'ylaysiz? Bolalar haqiqiy ilm beryaptimi, bermayaptimi? Ilm ortig'idan ko'p berilyapti. Chunki men YouTubedan, boshqa joylardan ko'p qidirilgan. Maydalab hech kim tushuntirmaydi. Даже masalan, sizlarda terminlargacha maydalab tushuntirilyapti-da. Masalan, ko'chadan bu sohaga umuman yaqin bo'lmagan odamlar kirib kelsa, terminni o'zidan qaytib ketadi. Dальше уже masalan analiz, mana bu o'rgatilayotgan mavzulargacha yetib ham bormaydi-da. Bu yoqda уже mayda qilib sekin olib borilyapti. Maromiga chiqarilmoqchi. Bu maqsadimiz to'g'riligida albatta. Boya bergan savolim, sizdan oldingi o'quvchimizga bergan savolim, sizni bu akademiyaga boshlab kelgan 3 ta faktor. 3 ta faktor. Birinchisi ishonch, ikkinchisi atmosfera. Realni shu atmosfera, chunki shu dargohni yaratgan inson ham bundan oliy darajadagi maqsadlar qo'yilganda. O'sha maqsadlar etapma-etap, masalan 2-3 ta etapini ko'zim bilan ko'rdim, yetishilganmi. Uchinchi sababi, o'zim ham shu Abdurahmon akani sohasiga yaqinman. Ya'ni IT, mining, основной maqsad shu passiv daromad. Inshaalloh maqsadingizga yeting. Sizni akademiyamizda ko'rib turganimga xursandman. Xush kelibsiz. Rahmat, charchadim.